Barmoqlaringizni chiqirlatishni to'xtating. Bu artritga olib keladimi yoki yo'qmi? Ko'pchilik barmoqlarni chiqirlatish artritga sabab bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin bu haqiqatdan ham shundaymi? Barmoqlaringizni chiqirlatganingizda siz suyaklaringizni sindirmaysiz va bo'g'imlarni shikastlamaysiz. Chiqqan ovoz bo'g'im ichidagi sinovial suyuqlikni mavjud gaz pufakchalarining yorilishi natijasida paydo bo'ladi. Yaxshi yangilik shuki, barmoqlaringizni chiqirlatish artritga olib kelishini tasdiqlovchi kuchli ilmiy dalillar mavjud emas. Biroq barmoqlarni juda tez chiqirlatish bo'g'im atrofidagi to'qimalarni bezovta qilishi yoki ayrim odamlarda qo'lning ushlash kuchini biroz pasaytirishi mumkin. Shuning uchun bu odat xavfli hisoblanmaydi, ammo uni doimiy ravishda qilish ham tavsiya etilmaydi. Bo'g'imlaringizni har kuni katta yuklama ostida ishlaydi. Ularning to'g'ri ovqatlanish, muntazam harakat va sog'lom odatlardan biri. Shuning uchun agar sizni bo'g'imlaringizda qanaqadir muammo yoki shunaqa odat bo'lsa, uni kamaytiring. Bo'g'imlarni aniqlab qolishni sirlarini bilmoqchi istasangiz, menga direktga murojaat qiling.